Fatta beslut om att väcka åtal mot en person för... Biz ahirgi hisobda Shvetsiyada qanunsuz holda josuslik harakati bilan shug'ullangan 62 yoshlik bu kishini qo'lga olish to'g'riliq qaror chiqardik. 9 stycken mobiltelefoner fanns på. Jasos komandarının uydan bayqalgan 9 dana har xil markalik yanfon bizni texnik qattiq o'ylandirdi. Muxbir qattiq yomg'ir yog'digan bo'ldi deganida ayol diplomat mashinani ehtiyot bilan haydagan deb ogohlantirish bergan. Det ser ut att börja regna snart så att jag tänkte att jag skulle ringa till dig, säger journalisten. Okej, kör försiktigt, svarar diplomaten. Şu xabarni anglapam o'zim qattiq hayron qoldim, cho'chib ketdim. Bu jonli bir shashliqdek odam qolmadimi nima deb. Diqqatinglarda Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan jasuslik delosi haqida ishlangan ko'p qismli hujjatlik radio programmasi. Qutlandin anglawatsizlar. Növətdə məzkur proqramının casusning sotqa tortilishi nomli 10-cı qismi huzurunlarda. ...62 yoshlik Uyg'ur jasus gumondori tutilgandan keyin Shvetsiya adolat ministrligi bu deloga intayin inchkilik va ehtiyot bilan muomala qiladi. Stockholm şəhərinin Pulxemiskatan koçsidagi 30-cı numurluq qoruqda mazkur deloning 2000 bat yaqin materiali maxsus guruhidagi xodimlarning bir qancha oylik əmgigi jarayonida hozirlandi. I Säpos källarlokaler på Pulxemskatan 30. Säpo, ya'ni Shvetsiya davlat xavfsizlik idorasining maxsus xodimlari Stockholm shahrining Pulxemskatan ko'chasi 30-numurli qo'rg'u joylashgan axborot markazida mazkur jasuslik delosiga doir materiallarni 4 oy analiz qiladi hamda 2000 batga yaqin doklad tayyorlaydi. Albuki 62 yoshlik jasus qo'lga ilingan dastlabki kunlarda o'z jinoyatiga iqror qilmay turib oladi. Av nästan 2000 sidor. Yerim yildan ko'proq tayyorliklardan keyin 2010 yilning fevral oyida 62 yoshlik jasus Stockholm shaharlik sud mahkamasida tunji qatim sotlandi. I mitten av december 2009, 2009 yili 12 oyning o'ttirlarida 62 yoshlik jasus tunji qatim rasmiy so'roq qilinadi. 2010 yili 2 oyning 1-kuni u Stockholm shaharlik sud mahkamasida 1-qatim sudga tortildi. Inleds rättegången i Stockholms tingsrätt. Mazkur sudda Guantanamo turmasidan gunohsiz deb qo'yib berilib, avval Albaniyaga, ondan Shvetsiyaga yerlashgan Odil Hekimjon taklif bo'yicha guvohlik berdi. Sudga berib guvohlik berdim, guvohlik berman dedim. Sudga bordi, qatnashdik, suddan bir soatlik guvohlik o'tgan bo'ldik. Shu sudchining so'rg'ini shu qanday tunishgan, bu sendan nimalar so'rgan. Telefonlarimizning nima so'zlashganligini men bir so'z qilib, men degan gapni u Xitoy konsuliga yetkazgan telefonlarni hammani o sudchilar dedi-da, Mahmudda sendan so'z qo'paq, sendagi gapni o'moniga degan dedi. U hukumatning shu Boburninki men bilan so'zlashgan hamma arxivlar bakiyalarni qildi. Shvetsiya Uyg'ur komitetining sobiq raisi Abdushukur Muhammad Efendimo ayni chog'da komitetining raislik vazifasini ustiga olgan Mahinur Hasanova xonim bilan birga sudga qatnashganligini eslama qildi. Men qatnashdim. Yana biz shu chog'da Mahinur ikimiz birga borgan. Balkim bu birinchi sud bo'lishi natan ikkinchi sudimiki esimni qilishgan. Biz kirgan vaqtda dal shu 100 ming yevro haqida so'rab etgan to'q. Sen o'sha aytgansan, dunyo hukumining raislari qatorga Amerikaga borgan vaqtida 100 ming yevro berib yordam qilma deb. Shu pulni nerdan olmoqchisan? Mushikning rasmi degan savolni so'rab etgan to'q. Ammo hammasini inkor qildi. Bunda tushunmay ketmadi, men unda gapni bilmadim, menda unda pulim yo'q deb. Undan keyin sud tugidi, menga ikki soatcha shu aytishdi. Säponing jasuslikqa qarshi delo analizchisi Wilhelm Unge ayni chog'dagi sud kayfiyati haqida munolarni eslama qildi. Det var att det gick så lugnt och odramatiskt. Sotdagi butkul jarayon menga odatdan tashqari jimjit bir kayfiyatni es qildirdi. Hamda vazmin tuyg'u berdi. Sotchidan tortib advokatlargacha, javobgardan tortib guvohchilargacha hammasi jiddiylikdan xoli. O'zini tutib olgan. Go'yo hech ish bo'lmagandek holatda sud rasmiyatlarini davomlashtirdi. Onun
chiroydan hech qanday bir ilqindagi nima tushkunlik ko'mdimi? Shu paqrablam o'tirdi. Sud maydonidan ko'rdim shu. Bu shu bir tarjimon bilan o'zing advokatlar o'tirdi, men yon tarafda o'tirdim. Men patpat qardim, uni qarsam u menga qarab turdi, bizdeklar. Hech qanday chiroyda ilqinda xijil bo'ldigan, yana aymindigan ya bunda bir mas'ullar yo'q. Burun qanday shundalam paqrab o'tirdi. Adil Hekimjon ayni chog'dagi sud haqida aslama qilib Uyg'ur javobgorining sudda hech qanday ish bo'lmagandek bezirib o'ltirganligini tilga oladi. Mana shu uning bilan bo'lgan jarayonlar hammani so'zladim, hammani dedim. O e'tirozim bildim, hech qanday ishim bildimmi shu bizdeklar turdi. Abdushukur Muhammad Efendimo javobgarning sud maydonida sirtdan qatnashgan Uyg'urlarni ko'masga solganligini ta'kidlaydi. Balkim biz kirvatgan vaqtida bizni ko'rgan bo'lishi mumkin. Ammo so'roq jarayonida biz bilan bevosita ko'z uchrashmadi, bizni qaramadi biz tarafga. Biz asosan sal qipash o'zildiroq o'ltirdik. Bunda qarsam bizni ko'rdigan edi, ammo biz tarafga qaramadi. Chunki biz kirgan vaqtda shu uzul tarafidan kirgan. Shu jarayonda bizni ko'rgan bo'lishi mumkin. Qadarlik radio anglag'uchilar, yuqorida Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining jasusning sudga tortilishi nomli 10-qismini angdinglar. Washingtondan so'zlayapmiz. Programmani Qutlan hozirladi. Köp qismliq mazkur hujjatlik radio programmasining 10-qismining oxirgi bo'ligi kelar haftalik anglitishimizda huzuringlarda bo'ladi.